Eng katta to'lagan shotingiz va u qaysi restoranda bo'lgan? Burbonda menimcha shot. Qancha bo'lgan? Aprelda. Qancha bo'lgan narx? 700. Xo'p, rahmat. Yarashib. Xo'p, eng katta to'lagan shotingiz va u qaysi restoranda bo'lgan? Shot qo'yib turing aka. Bitta o'yin o'ynaymiz. Oho, Agar qanaqa? Yutsangiz, shotni ham aytaman. Sizga 1 million pul beraman. Серьезно? Da. Nima o'yin ekan? Don ziki o'ynaymiz. Aha. Bo'ladimi? Don ziki. Don ziki. Don ziki. Gap yo'q ekan. Gap yo'q aka. Ha, ko'ringlar, syomka olib, pul yutib olamiz. Mana. Endi Eng restoran. katta shotim Eng katta Singapur Marina Bay Sands. $3300. Nima ish qilish kerak bunaqa shotda? Rechelik qilish kerak, qora qozon qaynatish kerak. Qora qozon qaynatadiganlardan ekan. Muhim oyda uydagilar duosini olish kerak, ota-onam bo'ldi, boshqa hech narsa Gap yo'q, kerak aka. emas. Charchamang, sog' bo'linglar. Sizlar eng ko'p qancha shot to'lagansizlar va qaysi restoranda? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.